Chet elga chiqib shar'iy ilm olish bilan o'zimizda ilm olishning qanday farqi va manfaatlari bor? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu endi shaxsiga qarab, odamiga qarab farq qilayotgan narsa bu. Ba'zan masalan o'zimizda agar yaxshi ustoz topib, sharoit topilsa, o'sha yerda ham yaxshi ilm o'rgansa bo'ladi. Chet elga chiqib ham masalan ustoz topolmay, masalan qancha odam dovdirab adashib yurgan bo'lishi mumkin. Yoki ustoz topilsa, o'shanda foydalanishi mumkin. Bu narsa odam ustoz topishdagi muvaffaq bo'lishiga qaraydi. Gap chet elga chiqishda emas, gap ilmni o'sha ustozdan o'rganishdi. Ustozni qayerda topilsa, masalan ustoz o'zingizda oldingizda turgan paytda ham ba'zi odamlar naryoqdagi narsalarni izlab yuradi. Yaqindan oqqan suvni qadri bo'lmaydi deyiladi-ku. O'shanaqa holat bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ilm o'rganishda ulamolar tavsiya qilgan narsa kishi birinchi o'rinda o'zi atrofidagi ahli ilmlarni ilmini olish kerak deydi. Undan keyiniga izlab chiqadi. Ilm bir-birini yo'llab o'zi yaxshilikka qarab ko'rsataveradi deyiladi. Vallohu a'lam.